Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 18 avgust Novosibirsk Petyoroshka magazinlaridamiz. Основной hozirgi bizning mevalar O'zbekistondan, O'rta Osiyodan kelayotgan mevalar mana shu setlarda, mana shu magazinlarda sotiladi. Yuqorida mana akalarimiz shaftoli to'g'risida gap bo'pti. Mana kelayotgan shaftolilarning holati boricha. Mana shular Abdumalik Boxotirjon aytayotgandek, pereborka bo'lib o'tganidan qolgan shu holat kelganda endi. Qaraylar. Yaxshi emas. Mana shu qahramon olib kelganda endi. Mana shunday bo'lib, ana odamlar ko'rib, qaradi olmay ketdi. Qarab olmay ketyapti. Buni kim oladi? Akalar, ukalar, to'g'ri gap bo'lyapti. O'zimizning oyog'imizga o'zimiz bol turyapmiz. O'zimizning rizqimizni o'zimiz to'xtatyapmiz. Rizq Allohdan, lekin harakatga qarab-ku. Harakatimiz yaxshi bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, aldovsiz, o'qlovsiz, to'g'ri niyat bilan bo'lsa, keyin barokat bo'ladi. Aytib qo'yish bizdan, xulosa sizlardan bu bo'lmabdi bu.